Quyidagi birinchi masala is gazi metandan iborat 50 ml aralashma 60 ml kislorod qo'shib portlatildi. Reaksiya dastlabki haroratgacha sovirilganda aralashma hajmi 70 ml gacha kamaydi. Dastlabki aralashmadagi is gazining hajmi o'lishini topishimiz kerak ekan. Reaksiyani yozamiz. Is gazi kislorod bilan yonganda karbonat angidrid hosil qiladi. 2 moldan 2 mol karbonat angidrid hosil qiladi. Metan yonganda karbonat angidrid bilan suv hosil bo'ladi. Bu yerda demak 1 moldan 1 mol 2 qo'ysak, bu yerda 2 qo'yamiz ekan. Endi 50 ml ga 60 ml qo'shganda oxirida 70 ml gazlar hosil bo'ldi deyapti. Demak, farqdan ishlasa masala qulay. Ya'ni 50 ml ga 60 ml qo'shgan, 110 ml aralashma bo'lgan, keyin 70 ml qoldi deyapti. Demak, 110 dan 70 ni ayirsak 70 ml kamaygan bo'lsa, 40 ml kamaygan. Mana shunga qarab tenglama tuzda bo'ladi. Masalan, mana bu yerda 2 mol is gazi va 1 mol kislorod reaksiyaga kelishib 2 mol gaz hosil bo'lyapti. Mana bu yerda 3 mol gazdan 2 mol gaz hosil bo'lyapti. Bu yerda farq 1 ga teng. Mana bu joyda 1 mol metanga 2 mol kislorod reaksiyaga kelishyapti va 1 mol karbonat angidrid gazi hosil bo'lyapti. Suvni bilamiz, ya'ni dastlabki sharoitga keltirilganda deganda suv suyuq holatda bo'lgan. 3 molidan 1 mol hosil bo'lyapti. Demak, bu yerda farq 2 ga teng. Mana endi bularga mana x bunga y ga aksini beradigan bo'lsak, 2 ni x ga ko'paytirsam 2x dan 2x is gaz sarflanganda 1 ni x ga ko'paytirsak farq x ga teng chiqadi. Bu 1 ni y ga ko'paytiradigan bo'lsak, y mol metandan 2 ni y ga ko'paytirsak 2y farq yuzaga keladi. Xo'p, mana shu tenglamani ishlaymiz. Mana bu ikkalasi birgalikda qanchaligi ma'lum. 2x plus y'imiz 52. Xo'p. Endi farqlar. x plus 2y teng 40 40 kamaydi. Tenglamalar sistemasi. Ushbu tenglamalar sistemasini ishlash uchun pastda 2 ko'paytirib bersam, 2x plus 4y teng 80 ga chiqadi. Ayiradigan bo'lsak, 2x dan 2x ayrib ketadi. 4y dan y ayrib 3y qoladi. 80 dan 50 ta ayirsak 30 qoladi. Y teng 10. Hop, y 10 bo'ladigan bo'lsa, bunga yoki bunga qo'yib olasiz. Mana bu yerga qo'yadigan bo'lsak, mana 2 ni 10 ga ko'paytirsam 20, bu yerga qo'ysam ayrib ketadi. X'imiz 20 ga teng. Bizdan so'ralgan narsa dastlabki aralashmadagi is gazi hajmi o'lishi deyapti. Is gazimiz 2x ga teng hajm. Hajm is gazi. Birinchi hajmini topamiz. X 2x edi. 2 ko'paygan 20 teng 40 ml. 50 ml midi? 50 ml 100. 40 ml